Microsoft Word'ninki to'liq ismi Microsoft Office Word. Yana bu yerdagi Word Office yumshoq tillarining ichidagi birisi. Microsoft Office adeti bir yurish yumshoq tillarninki to'plamini ko'rsatadi. Yana Office yumshoq til to'plamining ichida odatda tuandikdek bir qancha yumshoq tillar bor. Birisi Project. Bu odatda şirket, ishxona yoki idora organlarda tur boshqarishga ishlatiladigan yumshoq detal. Ya'ni turni planlash, uninki yurgizish jarayonini xotirlash deganga o'xshash. Yana birisi OneNote. Bu dasturda Microsoft'ninki tablet kompyuterlari uchun yasalgan. Hozir mutaxti kompyuterlarda ko'proq ishlatilayotidi. Windows'dan ishirma bor. Bu odatdagi yozmachi, ya'ni xotira qoldirishga ishlatiladigan yumshoq detal. Linux bu odatda kollektiv hamkorlashib xizmat qilgan vaqtda o'zaro bir-biri bilan uchra almashtiradigan, aloqalashadigan yumshoq detal. PowerPoint yana bu ders so'zlaganda yoki shirkatlarda bir ko'rsatmani ko'rsatganda ishlaydigan ko'rsatma yasashga ishlaydigan yumshoq detal. Yani bunu bilan ko'rsatmani yasaymiz hamda buni ko'rsalaymiz, yana projektor ulab yoki kompyuterda cho'ng ekranli televizorda deganga o'xshash. Men hozir so'zlayotgan darslikning ko'rsatmasini yana navbatdagi musbatni shu PowerPoint yumshoq tillar orqali qilsam shunikida ko'rsatyapman. Yana birisi Excel. Bu jadval boshqarish yumshoq tili. Bu ishxonalarda son sifatlarni statistika qilish, ratlash, boshqarishdan keng ishlatiladi. Yana birisi InfoPass. Bu yumshoq til odatda qurilmali uchurlarni, masalan XML ga o'xshash ko'znaklik holatda tahrirlash uchun ishlatiladi. Ya'ni XML odatda tekst shaklda tasvirlanadi. Buni o'qish sal qulaysiz. Ya'ni tahrirlash avvalchilik. Bu InfoPass yumshoq tilni ishlatgan vaqtda buningki mas uchurlari ko'znakda text box yoki combo box degan o'xshash kontrollar bilan ko'rinadi. O'sha yerdan tanlab yoki izoh kirgizib tahrirlashga bo'ladi. Outlook. Bu odatda email, ya'ni ilxat kirish, ilxat yozishga ishlaydigan yumshoq detal. Buning hozir torbat nashrim bor, Hotmail'ninki o'rniga dastilgan. Buni ishxonalarda keng doirada ishlatiladi. Ondan Access. Bu sondan boshqarish yumshoq detali. Buning o'zininki MDB hujjat shaklida maxsus ambar hujjati bor. Bu ishxonalarda keng ishlatiladigan ambar boshqarish yumshoq detali. Shundaqla alayda cho'ng ehtiyoj talab qilmaydigan ba'zi programmalarda sondanga shu Access'ninki sondan ishlatib programma tuzadi. Yana birisi Publisher. Bu Publisher odatda ishxonalarda yoki kichik tipdagi gazet, jurnal yoki kitob bir narsalarninki betini yasashga ishlatiladigan yumshoq detal. Bu bir qadar kasbiyroq nashr yumshoq detallarni, nashr materiallarini tayyorlaydigan yumshoq detal. Masalan kitob, jurnal deganga o'xshash. Ondan Visio. Bu odatda ishxonalarda yoki shirkatlarda chirtyoq chizadigan, qisturma rasmlarni tayyorlaydigan yumshoq detal. Oxirgisi bo'lsa Word. Ya'ni biz hozir so'zmoqchi bo'lgan darslik shu yumshoq detal. Bu ishxonalarda eng keng ishlatiladigan yoziq tahrirlash yumshoq detali. Endi bu yerda nurg'un kishilar jurnal tahrirlash yoki kitobning betlarini yasashga Wordni ishlatadi. Amaliyotda buningki Publisher bakroq mos keladi. Word bo'lsa ishxonadagi odatdagi yoziq tahrirlashga ishlatiladi. Endi Word Office'ning ichidagi bir yumshoq detal. Bu dunyoda eng keng, ya'ni eng ko'p qo'llanayotgan yoziq tahrirlash yumshoq detali. Shundaqla buningki
işletilishi nihoyat oson, iqtidori yuqori, ishlatish qulay. Boshqa yumshoq tillar bilan solishtirganda nihoyat oddiy usulda ishlatib ketgili ham o'rgangili bo'ldi. Ondan bu yumshoq tillarningki o'xshamagan mashg'ulot sistemalarida nashr bor. Masalan Windows'da, macOS'da degandek. Ondan yaqinqi bir qancha yilning ichida buningki iOS, yana iPhone, iPad'larda ishlaydigan nashri, Android ishlaydigan nashri, Windows Phone ishlaydigan nashri chiqdi. Uningdan boshqa Tor ishlaydigan Word Online degan nashrimi bor. Buni maxsus ishlatgan bo'ldi. Ondan bu yumshoq til bizningki odatdagi o'rganish, turmush yoki xizmatdagi yoziq tahlilishimizning ehtiyojidan butunlay chiqa oladi. Ya'ni kelib Uyg'ur yoziqini va aralash yoziqlarni qo'llash iqtidori nihoyat mukammal. Endi Office'ninki har xil nashrlar bor. Bu Office burundan Windows'da davomlashib kelgan yoziq tahlilish yumshoq tili, keyinchi buningki Mac nashri chiqqan. Yani üstel yüzü neşri kaçılap işlediğin. Yakın bir qancha yılın içinde Microsoft şirketi bununki Tor mülazimet neşrini çıkardı. Yani Office 365 degeni. Şundaqla burunqi an'anaviy desktop neşrini, yani üstel yüzü neşrini tedrici amaldan qaldırıp atıdı. Yani o'rniga Office'ninki Tor mülazimetini destiv atıdı. Buningki farqi üstel yüzü nashrini bevosita qarshilab ishlatamiz ham bir qatimda setorlab ishlatamiz. Odatda buningki o'xshamagan nashrning ma'nosi o'xshamaydi. O'quvchilar nashrimi eng azallari 5-600 yuandan korxona nashrlari 4-5 ming yuangacha boradi. Ya'ni bir qatimda shunchalik sotib oladigan gap. Hamda bu 365 nashr deganni oylik pul to'lab ishlatamiz. Yani aylıqı 5-6 dollar deganga o'xshash. Bundan keyingi yumshoq tillarning o'zlanishimi mushu bo'ldi. Hamda Microsoft keyincha üstel yüzleşini butunlay amaldan qoldirib o'tishi mumkin. Ondan taxt kompyuter yoki telefonlardagi nashrimi odatda shu 362 tava. Gerçi biz buning yumshoq tilini qachlasaqmi 362 haq to'lab aylık set öyle bir şeyimiz adette bir qıtım bir tane set varsa mesela bir aylık bunu 5 tane üstüne kaçar bir şey oldu. 5 tane kompüter yoki kompüter, taxt kompüter, telefon degan o'xshash. Bir qıtım pul to'lab 5 üstünde o'rtaq şey tanlaymiz. Oxirgi bir nashr buningki online nashr, ya'ni Torbet nashri. Bu Google'ninki Google Docs degan mulazimatiga o'xshab keldi. Buni Torbet turib, ya'ni Tor ko'gishning ustida turib bilan bevosita ishlaymiz. Bu butunlay haqsiz.